Hozir biz Minecraft serveri uchun 64 GB operativ xotiraga ega bo'lgan kompyuter yasaymiz. 14 ta yadr, 28 ta oqim va albatta 64 GB operativ xotirali kompyuter bizga qanchaga tushdi va uni yasashda qanday muammolarga duch keldik? Ushbu videoda barchasini bilib olasizlar. Sizlar bilan kompyuter ustasi biz boshladik. Xullas kelam obunachi Minecraft serverini yangilash maqsadida yangi kompyuter kerakligini aytib yozib qoldi. Uning asosiy talablari narxining arzon bo'lishida va operativ xotiraning ko'p bo'lishida edi. Qolgan narsalar unchalik ham muhim emas, chunki kompyuterimiz server uchun yig'ilyapti. Bu talablarga esa faqat bitta protsessorlar oilasi javob berishi mumkin. U ham bo'lsa Intel Xeon protsessorlari. Siz aytishingiz mumkin, protsessorlar juda ham qizib ketadi, ularning chastota spas yoki qanaqangidir boshqa muammolar bor deb azizlar. Protsessor gradusini tushirish uchun normalniy cooler qo'ysak bo'ldi. Chastotaga keladigan bo'lsak, Unlock Turbo Boost texnologiyasidan foydalanib, chastotani ko'tarsak, menimcha olam guliston. Shunday qilib, asosiy masalalarga yechim topgandan keyin men plata va protsessor qidirishni boshladim. Va yana bir narsani ta'kidlash kerakki, biz server uchun kompyuter yig'yapmiz. Server degani bu 24 ga 7 ishlaydigan kompyuter, ya'ni ertalabdan kechgacha, kechdan ertalabgacha haftasiga 7 kun ishlaydigan kompyuter yig'ishimiz kerak. Shuning uchun men o'zim ishlatgan, o'zim sinagan va o'zim bilgan narsalardan foydalanishga qaror qildim. Yuqoridagilarni barchasini inobatga olgan holda men ikkita Machinsky platani tavsiya qilishim mumkin. Birinchisi Huananji X99 BD4, ikkinchisi bo'lsa GNU X99K9. Ikkala plata ham juda ham zo'r, aktiv VRM ga ega, fast pitaniyalar, normalniy bemalol 135 vatlik tepla paketni ko'tarishi mumkin. Eng asosiysi NVMe slotlari ham bor va funksiyalari juda ham ko'p. Bitta farqi bor, Huananji qimmat, chunki ATX plata, GNU bo'lsa birozgina arzon. Chunki ATX plata bizga kakras mana shu arzoni kerak. Chunki deyarli bir xil ishlaydi, hech qanaqangi ortiq yoki ustun joyi yo'q, narxi arzonroq. Protsessorga keladigan bo'lsak, menda ikkita variant bor edi. Y5-2699V3, ya'ni 18 ta yadr 36 potoklik protsessor. Ikkinchisi bo'lsa, xuddi shuni ukasi Y5-2695V3, 14 ta yadr 28 ta oqim. Ikkala protsessorning narxlari yer bilan osmoncha farq qilishini inobatga olgan holda biz kichik versiyasi, ya'ni Y5-2695 V3 protsessordan foydalanishga qaror qildik. Azizlar, nima uchun V3 ligini video boshida aytib o'tdim? Biz Unlock Turbo Boost texnologiyasidan foydalanamiz, chastotani oshiramiz. Bu degani kompyuterimiz yana ham tezroq va yana ham yaxshiroq ishlab beradi. 16 GB operativ xotiraga ega bo'lgan Samsung firmasidan 4 ta DDR4 2133 MHz chastotali operativ xotira plankalari menga $100 ga tushdi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Kompyuterda $100 operativ xotira plankalari bor. Men yaqinda $100 ga butun boshli igrovoy kompyuter yig'ib berdim. Aytgancha, plankalar bilan keyinchalik birozgina muammolar yuzaga keldi. Men ularni alishtirib, Huawei firmasidan xuddi shunaqangi plankalar xarid qilib o'rnatdim. Faqat dastavkaga ko'p pulim ketdi. Dastavkada jami hisobda 120 ming so'm pulim ketgan ekan. Firmasini bilmadim, lekin o'zim ishlatib ko'rgan 6 ta medli trubkali coolerdan foydalanishga qaror qildim. To'g'ri, bu juda ham kuchli cooler, lekin protsessorimiz ham 14 ta yadrli, 28 ta oqimli protsessorligini inobatga olgan holda menimcha eng zo'r variant shu bo'ladi. Va shu o'rinda azizlar, sizlarga bir maslahat beraman. Agar siz qachondir Intel Xeon protsessori yig'ishga qaror qilsangiz, hech qachon oddiy korpusdan foydalanmang. Chunki bu protsessorlar o'zi zavoddan yuqori gradusda ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib chiqadi. Bu degani bu juda ham qizib ketadi. Sistemning plata qiziydi, protsessor qiziydi. To'g'ri, uni kulleri bor, lekin korpus ham v целом qizib ketadi. Shuning uchun kamida 2 ta yoki 3 ta ventilatorli korpusdan foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz esa buni qaranglar, hozir server uchun yig'yapmiz. Unlock Turbo Boost qilmoqchimiz. Demak, bizga kamida 4 ta ventilatorlik kompyuter kerak bo'ladi. Stabilni ishlashini ta'minlash uchun men X-Techdan 4 ta ventilatorlik juda ham sifatli korpusdan foydalanishga qaror qildim. Videoni boshida aytganimdek, birozgina byudjetimiz cheklangan, qancha arzon bo'lsa shuncha yaxshi. Shuning uchun NVMe SSD o'rniga oddiy SATA SSD o'rnatamiz. 256 GB lik Kingfastdan normalniy stabilni ishlaydigan juda ham zo'r SSD lardan birini o'rnatdim. Lekin azizlar, blok pitaniyada aslo ekonomik bo'lmaydi. Shuning uchun men 80+ sertifikatga ega bo'lgan 650 vatlik Bachers'dan yangi blok pitaniya olib o'rnatdim. Rostini aytsam azizlar, men bunaqangi afsuslanmagandim. Chunki testlarimiz jarayonida blok pitaniyaning kabellarida
uzilishlar hosil bo'ldi. Tasavvur qilyapsizmi, yangi blok pitani olyapsizlar, sertifikati bor, kuchlanishi zo'r, hammasi normalniy, 2 kundan keyin уже brak bo'lyapti. Men faoliyatim davomida hech qachon kompyuterni yetarlicha sinamasdan, uni hamma qismlarini 2-3 martalab qaytadan tekshirib ko'rmasdan mijozga yubormaganman. Shuning uchun bu blok pitaniyamiz musorga ketadi. Obunachimga esa Cooler Masterdan sinalgan normalniy firmadan 8+ sertifikatga ega bo'lgan 550 wattlik blok pitaniya o'rnatib yuborishga qaror qildim. Va shu o'rinda azizlar, sizlarga yana bir maslahat beraman. Hech qachon bilmagan, ko'rmagan, tanimagan va umuman eshitmagan firmalaringizdan blok pitaniya xarid qilmanglar. Uni ustidagi yozuvlarga yoki kuchlanishiga yoki boshqa narsalarga ishonmanglar. Blok pitaniyaning asosiy sifat belgisi bu uni ishlab chiqaruvchisida. Hech bo'lmasa YouTube ga kirib yoki Google ga kirib otziv o'qisanglar juda ham zo'r bo'ladi. Agar nima tanlashni bilmasanglar, 3-4 ta firma aytaman. Houndkey, Chiftek, Seasonic, Cooler Master juda ham zo'r firmalar. Bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Va oxirgi narsamiz bu video karta. O'zi bu kompyuterga video karta kerak emas. Bu seriousli video karta kerak emas. Nima uchun deysizlarmi? Birinchidan, kompyuter protsessori juda ham kuchli. Video karta unga umuman kerak emas. Ikkinchidan, bu server uchun yig'ilyapti. Tak что video karta nimaga kerak? Asosiysi operativ xotira va protsessor bo'lsa bo'ldi. Lekin afsuski Intel Xeon protsessorlarining o'zini встроенный video yadrosi yo'q. Bu degani grafikani chiqarib bo'lmaydi. Kompyuter ishlab turadi, lekin tasvir ko'rinmaydi. Shuning uchun minimalniy qanaqangidir video karta qo'shsak bo'ldi. Minimalniy. Lekin shunga qaramasdan men obunachimga GT 630 1 GB video kartasini qo'yishga qaror qildim, chunki uni HDMI sloti bor va 4K o'lchamni bemalol ko'rsatishi mumkin. Xullas kalom azizlar, kompyuterimiz tayyor. Mana kompyuterimiz ishlab turibdi. Hozir bunda stress test ketyapti. Kompyuter stress testi juda ham nagruzka katta bu yerda. Ko'rsatishdan ko'rsataman, qaranglar. Kompyuterimiz 19 minutdan beri stress testda ketyapti. Wow, prosta gap yo'q. 3 GHz hamma yadrlar, 14 ta yadro, 14 ta potog, 28 ta potogam 3 GHz. Men bu platani Unlock Turbo Boost qilganman, ya'ni platamiz Turbo Boost bo'lgan. Endi maksimal chastotada protsessor ishlatadi. Prosta gap yo'q. 3 GHz 14 ta yadro uchun shikarna. Xo'p, temperaturasi 75 gradus. 75 gradus protsessor uchun juda ham zo'r. Tim более stress testda 75 вообще zo'r. Bu limit adashmasam 90 gradus bo'lsa, o'zi avtomatik o'chadi. Endi katta напряжение bo'lsa. Hozir 75 gradus вообще shikarna. Agar stress test to'xtatsam 40 gradus, даже 40 dan past bo'lishi mumkin. Qaranglar, hozir protsessorimiz mana 100% ga nagruska ketyapti. 100% ga nagruska ketyapti. Hamma yadrolarga, hamma potoklarga, pamitdan mana 98% ga nagrujen, pamitdan 64 GB ham qimirlamasdan ishlayapti. Disk ham xuddi shunday. Bu endi sistema bo'lganligi uchun birozgina SSD nima qilyapti, uni deydi past tushyapti. Atak stress test hech qanaqangi muammolar yo'q, hammasi chotki, hammasi ajoyib, hammasi zo'r. Bemalol nagruskada ishlatsak bo'ladi. Tim более hozir bu yerda video karta ham stress testda ketyapti. Video kartani lekin nimagadir to'xtachi. Lekin video kartani nimagadir mana bu yerda ko'rsatmayapti. Atak ishlayapti. Atak problema yo'q, ishlayapti, hammasi zo'r. Bunaqa ko'rsataman sizlarga mana. Chotki kompyuterimiz ishlayapti, muammo yo'q. Men buni kecha ham stress test qildim. Adashmasam kecha 5 soat davomida ishlatdim men buni. 5 soat davomida ishlatdim. Obunachimga videosini tashlaganman. Prosta shikarniy. Hozir men pamitni o'zgartirdim bu yerda, blok pitaniyani o'zgartirdim. Blok pitaniya bachers olmaylar. Bachers 1 tiyinga ham blok pitaniya. Hozir men sizga ko'rsataman. Qaranglar, bitta narsani yodda saqlanglar. Qaranglar, hozir 1 minut. Tak, bachers qo'yamiz. Blok pitaniya ko'ryapsizlar? Mana bunaqangi переключатель bor. Bu уже нормальный blok pitaniya degani. Bachers esa bunaqa narsa yo'q, qaranglar. Yo'q, просто tak blok. И plus bilmadim. Kimdan so'rasam hamma yomonlayapti. Atak hozir kompyuterda gap yo'q, prosta ishlaydi, nagruska, напряжение. Server qilsa ham baribir bunaqangi nagruskaga qo'ya olmaydi bu kompyuterni. Obunachim gap yo'q. Mana bu knopka nimasini o'zgartiradi. Aylantirish, endi korpusda bu. Prosta ajoyib. Hozir kunduzi, afsuski men bugun kompyuterga yuborishim kerak. O'zi men kompyuterni bir haftadan beri tekshiraman. Hamma joyini deyarli o'zgartirdim. Ishlashi gap yo'q prosta. Afsuski kechqurunga ko'rsatolmayman sizlarga, lekin chotki. Podsetkalar menga yoqadi. Shu zo'r. Bu yerda o'chiradigan perezagruskasi bor. Tak, ishlashi gap yo'q. Qanaqangidir o'yin o'ynab tekshirib ko'rmoqchi edim. No, afsuski vaqtimiz yetmaydi. Men bunga o'yin o'ynaganman. Hammasi hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Bemalol ko'taradi. Protsessorni ham bir bor ko'rsam, mana bu yerga yozilgan Y5 2695 V3. 2-3 GHz dan boshlanadi o'zi, maksimum 3 gacha boradi. Lekin hozir 3
Hammaga, hammasiga. Однопоточныйda bemalol 3.5 ni ham ko'tarishi mumkin. Menimcha 3-4 ko'tarishi mumkin. Menga bugun protsessor keldi, hozir ko'rsataman sizlarga. Tik protsessor avvaliganini qaranglar. Xuddi shu protsessorni akasi desak bo'ladi. Chunki bu qaranglar, hozir nechi bu? 2695 V3. Menga kelgani bo'lsa V4 seriyada mana. Voy, turishini qaranglar buni. Ehtiyot bo'lish kerak. Bu Monster o'zim kompyuterimga boradi. 2690 V4. Afsuski V4 protsessorlarni bunga o'xshab turbo boost qilib bo'lmaydi. Chunki V3 protsessorlarda bunaqangi fishka bor edi, V4 ni olib tashlashgan. Lekin mayli, bu ham yomon emas. Xuddi shuni akasi desak bo'ladi. 4-versiyadagi protsessor, lekin bunga havasim ko'proq ketardi, chunki buni turbo boost qilsa bo'ladi. Mana turbo boost ishlayapti, hech qanaqangi muammosi yo'q. Graduslari hali ham 75 gradus. Shikarniy gradus. Xullas, ko'ramizlar, kompyuterimiz mana stabil ishlaydi. Tim bo'lib bu Xeon protsessori. 70 gradus, 80 gradusda bu kunlab, oylab ishlashi mumkin. O'zi shu nagruzka uchun ishlab chiqarilgan Xeon protsessori. Igraga ham bo'ladi, boshqa narsaga ham bo'ladi, hamma narsaga bo'ladi. Operativ xotira bu yerda asosiy rol o'ynaydi, chunki serverga kirsa agar igroklar o'sha operativ xotiraga nagruzka beradi. Xo'p, va bizda qancha? Gradusimiz 45 gradus. Вообще bu protsessor uchun juda ham sovuq ko'rsatkich bo'ldi. Xullas, qaramangizlar, kompyuterimiz yuboriladi egasiga. Просто turishi gap yo'q. Aytganimdek, platamiz juda ham katta, bemalol upgrade qilsa bo'ladi. Bu yerda ATX ham ketadi, katta platalar ham ketadi, hammasi ketadi. Lekin hozir menda MATX, ya'ni mini ATX nimaga bunaqa? Chunki yo'q, mini ATX ga o'zi bunaqa korpus zararda, katta. Bunaqa blok bitani ham zarar, chunki bu ham katta. Upgrade ga. Xeonga mana yaxday. Sovuqlik kerak, harorat tushishi kerak, iloji boricha. Va natijada bizda 43 gradus. Vashi yomon emas. Juda ham zo'r. Men o'ylaganimdan past tushyapti. Lekin men buni 40 ta ko'rganman. Business rejimda, odatda insonlar scrollingda mana shunaqa rejimda turadi. 45 gradus, 40 gradus vashi zo'r. Xullas, agar sizlarga ham kompyuter kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Kompyuterimiz prosta zo'r chiqdi, ajoyib. O'zi boshida byudjetimiz $200 edi, lekin operativ xotira bunaqangi qimmat bo'lib ketishini bilmagandim. Shuning uchun byudjetni $300 ga ko'targan edik. Rostini aytsam, meni undan ko'proq pulim ketdi, chunki o'zingizlar ko'rdinglar, blok pitanida muammo bo'ldi, operativ xotiralari alishtirishga to'g'ri keldi. Xullas kalom, rasxodlar yetarlicha, lekin kompyuterimiz ishga tushdi, hammasi zo'r, hammasi normalniy va plus mendan kompyuter olganlar uchun men obunachimga 500 gigabaytlik qattiq disk sovg'a qilishga qaror qildim. Shunchaki fayllarni saqlash uchun yoki boshqa narsa uchun ishlatsalar bo'ladi. Xullas kelamaysizlar, kompyuterimiz tayyor. Rostini aytsam, men bu kompyuterni yasaganimdan juda ham xursandman. Men uchun qanaqangidir foydali tajriba bo'ldi. Chunki 64 gigabaytlik kompyuter hozirgacha yig'magandim. Hatto o'zimni kompyuterimda 32 gigabayt operativ xotira. Bunda esa 64. Agar sizda qanaqangidir savollar tug'ilgan bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin. Barcha savollaringizga qo'ldan kelgancha javob beraman. Va albatta, agar sizga ham kompyuter kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Eng optimal narxlarda, maksimal darajada sifatli komponentlardan foydalanib, orzungizdagi kompyuterni yig'ib, uni barcha kerakli sinovlardan o'tkazib, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. Buning uchun esa mana shu ekrangizda ko'rib turgan Telegram akkauntga yozsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha havolani sharhlardan va qadalgan izohlardan ham topishingiz mumkin. Sizlar bilan kompyuter ustasi bo'ldi, barchaga xayr.